senga necha marta tushuntirishim kerak. Ular mashina emas, odam. Tushunaman, mashinani yaxshi ko'rasan, lekin qizlarga mashinaga qilgan muomalangni qilmagin. Ana kuni ham bittasini mashinani tekshirganda tekshirib, hamma joyini ushlab tashlading. O'zi ham Moskvichga o'xshaganini olib kelding-da. Voy. Yana mashina tilida gapiradi. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? O'zin tilida cho'tka qilib tushuntirib qo'yaman. Menga qara. Agar uylanmasang, ruchnoy tormozing ko'tarilmay qoladi. Keyin metallolom ketaman. Chiriysan-ki. Bo'l, uylanib olib kelib bo'shatib qo'yaman. Qara, seni tilingda aytganda Gentra 1.5 dan topib qo'yganman. Qorasi. Ishingni qilib tur, hozir olib kelaman. Gentra Brodish. Qora rangli 13 mingga Gentra Brodish. Gentra Brodish. Qora rangli 13 mingga Gentra Brodish. Gentra Brodish. Yigitni Guli, yaxshimisiz? Tepaga ko'taring, tegini ko'rib oling. Qaramaysanmi? Orqangda odam bor. Voy, assalomu alaykum. O'zi klient bo'laman. Sen aytgan Gentrani? Mana shu. Boshiga nima qilgan? Men qarang, xolam. Dokumentlari tinnumi? Tinnum? Nima deydi? O'zingizni jiyaningizmi demoqchi. Endi sizga aytsam, o'rtog'im yoshlikdan mashina bilan shug'ullangan. Agar iloji bo'lsa, mashina tilida gaplashsak. Yes qilamiz ukam. Krasavitsa ekansiz. Voy ukam. Sizni tilingizda aytganda mashina svoy. Bemalol ko'ravering. Ko'ravering. Bu kulish kattalik qiladi mana Matiyasanga. Tak. Voy, signal yo'q ekan buni. Hala? Yili necha buni? Yili 95. 94 qilingan. To'g'ri qilingan tak. Tozami? Moyka qilinganmi demoqchi, moyka. Ha, ukam moyka qilib olib kelaman-da. Xola? Yemaganmi bu? Bo'yanmaganmi demoqchi, haligi bo'yanadi, qizlar makiyaj. Kraskasi-yu. Voy, ukam. Bu qizimni ko'rib qanaqa bunaqa o'ylashinglar mumkin-a? Mana ko'rinib turibdi-yu, hamma yog'i yuzda svinniyligi. Yuzida askina makiyaji bor bo'ldi. Ablisovkada kraska bor, o'rta. Tirnoqlari bo'yalgan. Bitta joyda pitnosi bor. Pitno. Atak mashina ideal. Gentra Brodish. Qora rangli 13 mingga Gentra Brodish. Ruchnoyni tortib yur. Avariya bo'lib ketsa, yurasan sotma-sot. Bo'pti. Xola! Ne ish ketgan? Bafir almashganmi? Voy! Nima dedi? Opa, vahima qilmang, kimni qulog'iga lag'mon o'ylayapsiz? Labi laganday botoks qilingani buningiz. Voy, ukam, tuhmat qilishdan qo'rqing-ne. Prosta bu kecha basharasi bilan asfaltga yiqilib tushgan. O'shanga labi ishib ketdi, ukam. Voy! Men senga necha marta aytganman, botoks qilmagin deb. Ko'rdingmi? Erga tayoming yuribsan. Hop. Ovozi g'ozga o'xshagan. Qara. Ani pitnolarni bor-ku. Rixtovkada chiqarib olamiz. Kraskasini anjonli bolalar bor, o'zi to'g'rilab beradi. Tushundingmi? Lekin bor, buni tuning qilish kerak. Ani Munis Rizayeva qatta tuning qilgan. Shunaqa qilaylik. Yo'q, Munis 80 ming tiqib olgan, Munis tuningni chetda qildiradi-yu. Munis Mirsu! Voy aka, bizni mashinadan kamchilik qidiraveriz. O'zingizni ham oldi nomeringiz to'kilib ketibdi-yu. Ya, menikichi titinarimda to'kilgan. Ko'p tikalat yeganman deb o'zi bitta titim bor mana. Tushundingizmi? O'shancha kursam xunu bo'ladi, shuncha og'zim bekitib kulaman mana. Tushundingizmi? Qachib kelayapti. Men qara, nechinchi qo'lsam? Kilometrga aylantirgan. Xola, kim haydagan buni? Voy, og'zingdan qoning kelgur. Voy, og'zing borda gapiraveradimi? Xola, nima uchun noto'g'ri tushunaverasiz? 18 plyus chiqib kelganmisiz? Kim tarbiya qilgan demoqchi? Shunaqa demaysizmi? Voy, o'zi bitta titim bor edi. Shuni ham tushirib qo'ydilar hozir. Endi-chi men kuysam xunu bo'ladi-yu, endi men ikkita qo'lim bekitib kulaman. Tushundingizmi? Men qara, lekin mencha tuxumni tushirmayman. Men mashina olaman-da, men buni tomga otaman.
tomga olsanchi kim menga beradi. Mana qarab tiu bitishmadi. Ko'rdingizmi? Ancha-munchami? Voy, ukam. Ha, buvisini qo'lida katta bo'lgan. Ko'g'e, Moskvich qo'lidami? Voy, gap yo'q. Xola, Voy. buni rasxodi qancha? Endi любой qizlar rasxodi bo'ladi, ukam. Echki sotsang ham aybini etib sotish kerak. O'shanga Mol deyin, bozoru. ukam, aybini eshitasanmi yo'qmi? Xullas, bir balo kelgani dunyoga. Korona bo'ldimi, opa? Undan ham battar. TikTokchi bu. Vo'mayo! Motor ketibdi-yu buni. Voy, onasini emsan. Yosh turib, ha? Ha? Bo'pti. Xola, menga qarang. TikTok nima degani o'zi? TikTok qanaqa tushuntirsam, tushunmaydi deb qanaqa tushuntirsam, hozir bittada tushuntiraman, hamma tushunadi, qara. Bu Maftuna Xolmurodova u sochi jingalak bo'lganligi uchun o'zini Shakira deb o'ylaydi. Asli esa boshini 1 yildan beri yuvmagan. Prikolda. Mayli, xola, menga qarang. O'zimiz shunday gaplashib o'tsak bo'ladimi? Ha, xo'p, ukam, gaplashasizlar. Ishqilib, o'yizga olsizmi yo arendagami? O'zimga olma. Adam talab etdilar. O'g'lim, bitta jentro 5 olganda maza qilib pipillatib yurdilar. Bizlar ham kichkina matishchalarimiz bo'lishini xohlaymiz dedilar-chi. Qochib turing, gaplashib oling. Yuring. Opa, o'zingizda teleshkalardan nechta? 9 ta, xudoga shukr. Avtosalon bo'lib ketibsiz, Endi pochchangiz avtobus haydaydilar-da. Voy, ne bu oyog'ini ko'p qimlatadi, razvali ketganmi? Va qarang. Hop, necha bezi ichasiz? To'ydan oldin 80, to'ydan keyin qoningizni ichaman. Qonni bera olmayman, 80 qo'yib beraman lekin. Va qarang, o'zingizga o'xshagan bir chiroyli, kamrasxo'd dugonalaringiz bormi? Nima siz birdaniga ikkita mashinani minadiganlardanmiz. Ha, nima? Men ikkinchi xotin bo'lib tegmayman. Tushundingizmi siz boshqa ikkinchi xotin oling. U siz menga umuman to'g'ri emas, hamma. Menga baqirib hozir motori insimini uzib qo'yaman. O'zgingiz qo'yaman, nima? Voy, meniki titinalimga uzilgan, jinni. Voy. Urushyapsizlar. Yo'qkani. Jonimga tegdi. Mashina bitta mini. Opa, vahima qilmang, bitta hayday demoqchi. Yo'q. Boqqa borib keling, aylantirib. Ukam, daveriniz qilib olgin-ki aylantiraverasan. Borga baraka. Xananon, ana. Daveriniz. Daveriniz senga. Hop. Ish qilib baxtli qilasanmi? Subday. Tishing yo'q-ku? Orqasidagini-da-yu. Bo'pti, kelishdik. Qalin puliga $50,000 berasan, ukam. Voy, $50,000 tahoya beradi-ku. Menga to'g'ri kelmaydi, bir chirigan mashina. Men bersam bo'lmaydimi? Pulingiz bormi, ukam? Beraman. Junsan, Bu yerga kelgunimcha yosh san'atasi bo'lib ketibdi. Junsan, Yujin. Junsan, Shakira-yu. Mayli. Junsan. Puling bormi, ukam? Ay, ketdik. Yur, chiqasan. Yur. Pulingiz bormi? Voy, ana juni yeb qo'ydi. Qaha o'rta endi tushundim, nimaga 29 yildan beri uylanmay yurganingni endi tushundim. O'shada hurmatli bolalar uylanmaganlar bormi? Mashina bozorda mana shunaqa jentralar ko'payib ketdi. Ehtiyot bo'ling, erta yeb qo'yishinglar mumkin. Prikolda. Qo'shni mahallada bitta Lexus bor ekan, yur o'shani ko'rgan boram. Ketdik. Ketdik. Ferrari